Yaqinlar bilasizlarmi, bir to'yga borgim kelyapti-da. Sezgan bo'lsanglar, hammalari bir kun ichida uylanib, erga tegib ketdi-ku. Bir darvalli to'yga borgim kelyapti-da shu. Bilmayman, kimnidir yana boshdan uylantirib yuboramizmi deyman. Sen qanaqa to'yga borgim kelyapti, ana. Mol bo'lib ichib oladi-yu, og'aynilarni o'rtoqlar chakib oladi-yu. Orada onasini emgur bitta o'rtog'in kuyovga qarab turib, kuyov navkarni o'zida eski xotiralarni eslab bitta nonni yig'lab, kelinni dugonalari bunaqa bech kuyov navkar ko'rmaganman deb bir-biriga gapirib, navkardan keyin hech kim videochilarni mashinasiga tiqmaslik uchun srazu qochib ketib, kuyov jo'ra ham o'chib qolib, kuyovga qo'p qo'ygan holda bizlar bilan kayf qilib, adin-tengi qudalar bilan mazgi itarib bir-birlariga, hamma kelinning o'rtoqlariga gap otib, keyin xotindan kalta yeb, to'ydagi fotograflarni qilib rasmga tushar ana turib olib har xil pozalarda bitta ham rasmini olmasdan ketib yorib, kuyovni tabriklashga chiqib onasini emsin, "Oybek, baxtliman!" mikrofonga baqirib, to'y kunni o'zi yo'qolib qolgan ikkita og'ayninga to'yxonaga bizilib kirib keladi, mana ko'zlari qizarib. Kelinning akasi bilan to'yxonadan keyin taqallatib urishib, Xudo xolidan uzrlar so'rab, kelin kuyovni plakatini yondan bunaqa tushib turib, onasini ham storiesga atmetkalar qilib, Instagramda takoy storiesga to'yxonani atmetka qilib qo'yishadi. To'yxonani storiesdan san qidirib o'tgan qizni topib, xotiningga zapal bo'lib yana. To'ydan keyin kuyov bilan taqir-tuqurga kirg'izib yorib, o'zing qolgan bolalar bilan davom etasan, kapot bazm qilib. Bori keyin soat 4, 5 mi, 6 mi, balki vobshe o'sha kuni uyga bormaysan-da. Ashaq to'yga borgim kelyapti.